Cobalt yaxshimi, Gentra yaxshimi? O'zim Gentraman desam, Cobalt yaxshi. Sababi bu dadamning mashinalari qadrliligi uchun ham men uchun Cobalt yaxshi. Tilim kelishmay qolyapti. Sababi dadam mashinalari sotuvda. 2021 ga 2022 mato holati yaxshi, faqatgina galovka almashgan. Yaxshimi? Rangi keladigan bo'lsak, JK2 bo'ladi. O'sha mokrin to'q rangida, polirovka bo'lgan mashina to'liq. Kraskasini hozir video davomida ko'rsatib ketamiz. 4 ta yumshoq balon qo'ygan. O'zim заводской balondan, diska esa заводской, o'sha Euro diskada. Shunqasi yo'q. O'zimning ham xabarim yo'q edi. Hozir bildim to'g'risi. Sababi mashina haydamayman-da. Afsuski holati. Probega 80 ming km masofani bosib o'tgan, start-stopda mashina, 4 paklenda propolon o'tilgan, chiqolpoliklari mavjud. Marhamat, orqa qismi. Bagajni ochaman hozir. Kraskasi qaranglar. Mana shu yerda, mana krloda, mana shu yerda bo'lgan. Buni rasmi ham bor, videosi ham bor. O'sha turgan joyda kattaroq mashina kelgan, salgina mashina turtib olgan, shuni hisobiga bu yer kraska bo'lgan. Detal almashmagan, o'zi kraska qilingan. Bagaj holatini ko'rsatib o'tamiz, o'zim qaranglar, orqa qismi. Yomon emas, endi yosh katta insonlar mashinaga navrot qilmaydi-da. Gaz balon qo'yilgan, yangi balon qo'yilgan, gaz bunaqa yog'lari, suvlari vaqtiga almashtirilgan. Tepang salgina turib kelishmay qolyapti, savdodan mashinalari. Qaranglar, endi muhimi narxiga bo'lyapti. Yili 21 ga 22 aytib o'tdim. Kraskasini ham aytdim, probegini ham aytdim. Narxi $10,600. Endi naqd pul bilan yana savdolashadigan joyi bor, keyin variantga ham chiqadi. Endi buni 10,600 olib kelishlari shart emas. Deylik, kimdadir $5,000 bor, kimdadir $6,000 bor, kimdadir 7,000 kelasizlar. Nasib bo'lsa bu yog'ini variantga chiqarib beramiz. O'zim sunmasin, bo'lib to'lashga. Faqatgina muddati qisqaroq bo'lishi kerak. Telefon raqami pastda bo'ladi. Yana ham ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz agar telefon qilasizlar. Aynan Cobalt izlab yurgan tanishingizga videoni jo'natib qo'ying. Albatta manfaatli bo'ladi. Agar kim yana Cobalt izlab yurgan bo'lsa, videoni jo'natib qo'yasiz.